Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodistlari tomonidan umumiy o'rta ta'lim maktablarida amaliy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan milliy baholash, yangi yondashuv, yangi sifat mavzusidagi viloyat miqyosidagi o'quv seminari o'tkazildi. Seminar avvalda ta'lim jarayonida milliy baholash tizimini takomillashtirish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniq baholash, ularning natijalarini tahlil qilish va jarayonga to'g'ri yondashish masalalari atroflicha yoritildi. Metodistlar tomonidan baholash mezonlarining yangi talqini, nazorat jarayonida o'qituvchilarning kuzatuv faoliyati, o'quvchilarning individual rivojlanishida qayd etish bo'yicha muhim metodik tavsiyalar berildi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirishda milliy baholashning o'rni, xalqaro baholash bilan uyg'unligi haqida ham fikr bildirildi. Tadbirning ikkinchi qismida ishtirokchilar amaliy fanlar kesimida sho'balarga bo'linib, kichik guruhlar shaklida ishladi. Har bir sho'bada muhokamalar, tajriba almashinuvi, amaliy topshiriqlar va treninglar tashkil etildi. Fan o'qituvchilarga kompetensiya asosida dars loyihalash, o'quvchi faoliyatini baholashning zamonaviy usullari, dars jarayonida motivatsiyani oshirish va fanga qiziqishni kuchaytirish bo'yicha ko'nikmalar berildi. Bu seminarni tashkil etishning asosiy maqsad Vazirlar Mahkamasining 650 sonli qarori jismoniy tarbiya va musiqa fan o'qituvchilarini milliy sertifikat joriy etilganligi, amaliy va nazariy imtihonlar tartibi va nizomi haqida bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, o'qituvchilarga VR texnologiyasi, jismoniy tarbiya fani foydalanish va pulsometriya sistemasi haqida tushunchalar berildi. E'tiborlisi, jismoniy tarbiya yo'nalishida taqdim etilgan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar pedagoglarda katta qiziqish uyg'otdi. Virtual reallik yordamida o'quvchilarning harakat koordinatsiyalarini o'lchash, mashqlarni to'g'ri bajarish jarayonini nazorat qilish, xavfsizlik va samarali dars tashkil etish imkoniyatlarini namoyish etildi. Shuningdek, pulsometriya tizimi bo'yicha o'qituvchilarga yurak urish tezligini real vaqt rejimida kuzatish, yuklama darajasini aniqlash va o'quvchilarning jismoniy holatini baholash bo'yicha amaliy tushunchalar berildi. Seminar yakunida barcha sho'balarda amalga oshirilgan ishlar umumlashtirildi. O'qituvchilarning taklif va mulohazalari tinglandi. Tadbir pedagoglarning malakasini oshirish, zamonaviy ta'lim yondashuvlarini amaliyotga joriy etish hamda viloyatdagi o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini yanada yuksaltirishga xizmat qiladigan muhim maydonga aylandi.